Kelinglar, demak sizlar bilan suv qattiqligiga doir bitta masala ishlab ko'ramiz. Xo'p, 500 ml suvda 202,5 mg kalsiy gidrokarbonat ma'lumligi bo'lsa, suvning qattiqligini hisoblang. Xo'p, eng avvalo nima qilishimiz kerak? Xo'p, suv qattiqligida doimo bizda milligramda ishlashimiz kerak. Bizda shartida tayyor milligramda berib qo'yibdi. Shu sababli birinchi bo'lib biz kalsiy gidrokarbonatning molini topib olishimiz kerak. Buning uchun biz 202,5 milligramni bo'lishimiz kerak 162, ya'ni bu kalsiy gidrokarbonatning massasi. Bo'ladigan bo'lsak, bizda demak 1,25 degan javob kelib chiqadi. Demak, bizda kalsiy gidrokarbonatning moli bor. 500 ml suvning hajmi bor. Endi biz buni bemalol molarlik formulasiga tashlay olamiz. Molarlikning formulasi hop mol taqsim hajmga teng. Shuning uchun 1,25 ni bo'lishimiz kerak 0,5 ga. Chunki 500 ml suvimiz bizda 0,5 molga teng. Xo'p, buni bo'laveradigan bo'lsak, bizda 2,5 kelib chiqadi. Endi 2,5 dan biz normallikka o'tib olishimiz kerak. Sizlarga bitta qoida, agar sizlar suv qattiqligi ishlovsizlarmi, demak oxirida chiqqan sonni normallikka o'tkazib olsanglar to'g'ri bo'ladi. Ya'ni suv qattiqligiga aylanadi. Xo'p, buni demak normallikni topishimiz uchun xuddi mana shu kalsiy gidrokarbonatimiz bizda 2 negizli kislota, 2,5 ni 2 ga ko'paytirib olsak 5 degan javob bo'ladi. Demak, javobimiz 5. Kimda yana qiziqarli savol bo'lsa, bemalol yozib qoldiringlar.